Ana tilini qo'g'dash o'zimizni qo'g'laganlikdir. Abdori Muhammad Yusuf. Shaksizki, hozirgi zamon Uyg'ur farzandlariga imondan qolsa o'gitish eng zarur bo'lgan narsa o'zlarining ana tili bo'lgan Uyg'ur tilini o'gitishdan iboratdir. Balalarga Uyg'ur tilini o'gitish xuddi ularga Qur'on o'gitish zarur bo'lgandek zarurdir. Islomda millatchilik yo'q. Ammo islomda millatlarning tilini, o'zgachiligini saqlab qolishga ahamiyat berish bor. Ammo bir musulmon millatning tili musulmon emas millatlarning tili ostida asta-asta iste'moldan qilish, hatto yo'qolib ketish xavfiga uchragan vaqtda bu tilni qo'g'dab qilish farz darajasidagi zaruriyat desak, hargiz oshirayotgan bo'lmaymiz. Chunki mazkur musulmon millat agar o'zining ana tilini qo'llanish o'rniga musulmon emas millatlarning tilini qo'llanishga o'tgan vaqtda o'zining diniy e'tiqodini va islomiy axloqini asta-asta qo'ldan berib qo'yishga qarab yo'l olgan bo'ldi. Mundaq ahvolga tushib qolgan bir millatni va uning tilini saqlab qolish shu millat xalq uchun diniy va milliy majburiyat bo'lib hisoblandi. Diniy va ana tilni jon tikib qo'g'dash masalasida chet ellarda, xususan Yevropa va Amerika o'xshash xalqi musulmon emas davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning mas'uliyati va vazifasi ikkisi ig'ir bo'lib, ularning ustiga o'z dinini saqlash bilan o'z tilini saqlashdan iborat ikki cho'ng yuk yuklandi. Uyg'urlar nada bo'lsa bo'lsin, ularning musulmon bo'lib yashashi va ajdodlarining irodasiga varislik qilish uchun o'zlarining diniy e'tiqodi bilan ana tilini saqlab qolish intayin zarurdir. Düşmanımız bizden burun bilib yetken haqiqat bizni assimilasiya qilish orqali Uyg'ur millatini millat sifatida yo'q qilib o'tishni planlaganlar bir millatni millat sifatida saqlab qolgan asosiy angishlarning til bilan din ekanligini va bizni yo'q qilish uchun oldi bilan dinimiz bilan tilimizni yo'q qilish shart ekanligini allaburun bilib yetgan. Shunga ular bizning bu ikki angishtirimizga jinining baricha hujum qildi. Ana vatanda dinimiz bilan tilimiz bu şekilde çeklendi. Afsuski, chet ellardagi Uyg'urlar o'z ana tilimizni o'z ixtiyorimiz bilan yo'q qilib ketyapmiz. Chunki biz dinimizga qisman ahamiyat bergan bo'lsakmi, tilimizga ahamiyat bermadik. Farzandlarimiz Uyg'urcha gap qilishning o'rniga bizga chet el tilida so'zlab bersa, biz ular bilan faxrlanib xushal bo'lib ketdik. Tilimiz bizni qo'g'daydi. Bir millatning tili shu millatning yer sharida mavjud bo'lib turishining kapolatidir. Biz Uyg'urlarga nisbatan ana tilimizni saqlab qolganlik ham millatimizni, ham dinimizni qo'g'dab qolganlikdir. Har qanday millat o'zining tili bilan tonildi va o'z mavjudiyatini saqlab qola oladi. Shuningdek, til har qanday bir millatning ro'naq tepishiga yoki aksicha dunyoga yuzdan g'oyib bo'lib ketishiga sabab bo'lgan omildir. Til millat demektir. Milliy urf-odatlarning shakllanishimi til vositasiga munosabatlik. O'z ana tilini bilmaydigan bolaning mijoz xulqimi o'zi so'zlashib yurgan tildagi g'ayri millatning o'zgachiligiga mos shakllandi. Demak, o'z ana tilini bilmagan bola o'z xalqining dinini, milliy an'anasini, urf-odatlarini va barcha o'zgachiliklarni tanımaydigan bo'lib o'sidi. Kichik bir misol. Mundaq bala kichikni asrash, cho'ng'iga hurmat qilish degandek milliy va diniy qoida-usullardan parvoz o'sidi. Bu ishdagi cho'ng mas'uliyat va javobgarlik yanala ota-onalarning ustiga yuklandi. Ko'p til bilish kishining bilim saviyasining yuqori bo'lishiga turtki bo'lganligida shak yo'q, albatta. Uni olqishlashga arziydi. Lekin boshqa tilning ho'rig'i jimiqib, o'z ana tilini unutib ketish yoki uni o'rganmaslik o'z millat oldida o'tkazilgan kechirgisiz jinoyatdir. Har bir Uyg'urning muqaddas burchi shaksiz haqiqat shuki, hozirgi zamonda har bir Uyg'urning bosh tortolmaydigan majburiyati farzandlariga Uyg'ur tilida so'zlashni va yozishni o'rgatishdir. Buni har qanday Uyg'ur qila oladi. Ma'lumki, til yoziq insonlarning aloqalashish qurolidir. Chet ellardagi Uyg'ur farzandlari navoda Uyg'ur tilida so'zlashni yoki Uyg'ur tilida yozish va o'qishni bilmasa, ular nima bilan o'zini Uyg'ur millatiga mansub qila oladi? Nima bilan Uyg'ur davosini yangirta oladi? Dunyoning har qaysi joylariga tarqalib ketgan Uyg'urlarning bir-biri bilan munosabat o'rnatishi va milliy o'zgachilikni saqlab qolish uchun bo'lmaydigan zarur narsa yanala Uyg'ur tili va yoziqidir.
Балалар али мектептерге кетиштен бурун һәр бер ата-ана уларга өзләре халган нәрсәне үгүтүп ала алайды. Әмма балалар али мектептерге кеткәннән кин уларга ата-ананың тиш батмайды. Һәм уларны күзәтеп була алмайды. Шуңа әң яхшы ва әң әплик фурсат балаларга кичик яштан иман, ислам үгүтүш белән бергә уйгыр телен укыш ва язышны үгүтүштер. Muqaddas amanat. Türkiyədəki və dünyanın hər qaysı joylarida Uyğur məktəblərdə, mədrəsələrdə və Quran kurslarida günlük dərslik içigə Uyğur til yazıqı, Uyğur tarixi, Şərqi Türkistan coğrafiyası, Uyğur örf-adətləri qatarlıq dərsliklərini kirgizish intayın zərur məsuliyyət və amanatdır. Biz bu məsələni köp qıtım tavsiyə qılğan bolduq. Amma əfsuski vəziyyət yana burunqisidan köp özgərməy ketib barmaqda. Hər bir ata-ana üçün, hər bir muallim ustoz və hər bir tərbiyəçi üçün baş tərtib bola olmaydigan məsuliyyət və müqəddəs amanat balalarga Uyğur til yazıqını öyrətishdir. Bu ayni vaqtda Xitoyning bizning tilimizni va yazıqimizni butunlay yo'q qilib o'tish siyosatiga qo'limizdan kelishicha taqobil turganlik bo'ladi. Uyghur ata-analar farzandlariga Uyghur tili va yazıqını öğretishdan iborat bu muqaddas vazifani o'rinlamay turib, balalarini qanchalik yaxshi beqib ketsin, qanchalik yaxshi o'qitib ketsin, Uyghur ustozlar o'quvchilarni qanchalik yaxshi tarbiyalab yetishtirgan bo'lib ketsin, ular navbatdagi o'z vazifasini ado qilmagan va bo'yindagi amonatni ado qilmagan bo'ladi. Bu har bir Uyghur bosh qatirash tegishlik muhim masaladir.